Mama boksimiz ikki xil varianti bor. Ba'zi bir xillar mana shunda adashadi. Agar yonma-yon bo'lmasa agar juda ham o'xshash. Bu ham 3 в одном, bu ham 3 в одном, но bu розовенький, bu оранжевый грудной вскармливание. Mana tepasida yozilgan bo'ladi o'zi. Вот, bunisida беременность, bunisida грудной вскармливание deb. Bu aynan homiladorlar uchun yo'naltirilgan sostav. Shunaqangi zo'r qizlar, sizni полностью ham o'zingiz energiyaga boy bo'lib, farzandingiz sog'lom dunyoga kelish uchun, irsiy kasalliklar kelib chiqmasligi uchun, suvlari loyqalanmasligi uchun, железо organizmda normada bo'lishi uchun, farzandingizga kislorod me'yorida yetib borishi uchun, vitaminlar bilan oziqlanishi uchun, ham ona ham bola sog'lom bo'lishi uchun kerakli bo'lgan hamma vitaminlarni o'z ichiga olgan. Tarkibida kerak bo'lsa omegasi ham bor. Omega miya faoliyatini bolada sog'lom rivojlanishiga, kalsiysi bor. Kalsiy suyaklari